Sizlarning balki uning zoti kim ekanligini bakma bilganlar kelyapti deyman. Bo'ladi. U shimol bog'si Dimoli. Uning meni olgan qizchaq bo'lsa Ayli, orqasida o'tirgani uning akasi Tam. Mening ismim Peps. Biz bayila qarxonishning ordisidan qochib chiqdik, chunki u Tamni aldab elib ketgan edi. Albatta, Ayli, Dimoli va men uni qutultirib chiqdik. Nihoyat aniqki, Dimoli bo'lsa bir yangi uyganguchi. U uchishni amdala uygangan. Amaliyotda biz shu qatimqi safarda nurg'un xatarga yo'liqdik. Bu yerga qaytib kelgan vaqtimizda bahor kelgan edi. Ayli, men va Dimoli shu qatimqi mushkul safarda o'zimizni qo'rqmas kurash qilish ruhimizni namoyon qildik. Albatta, biz yana gigant odamlarning yordamiga erishdik, lekin ko'p emas, faqat azroqlar. Yana Frida Moba, Dimoli u qurgan bug'u uchish tarbiyalash maktabida uchishni o'rgangan. Uni yana sehrgarlikdan ancha-muncha xabarimi bor. U qarxonishni sehrlab qo'ygan edi. Dimoli, sen nerede? Tez qaytib kel. Bu canavar zadi nereye ketkendi? Sehrinin gücü tezli yo'qaydi. Men bundaq bo'lishni herkes xalamayman. Oh Dimoli, men tek seni ezib qolgan o'xshaydi debdiman. Yo'q, men sal ovorchilik uchirdim shu. Bu yoqqa kelinglar, vaqtni isrof qilmaylik. Bizning uchish maktabimiz taqilib qolsa bo'lmas, hozirlashni boshlaylik. Avaylab ish qilmam sen Valdirov. O narsalar hammani bir kuni lozim bo'ladi. Buzib etishga bo'lmaydi. Amsma yenimda elib yursam bo'lamdi, Erik. Yo'q, hozir chiqilma Valdirov. Qarxonishning narsalarida zo'r kuch yoshirilgan. Sizlar eng yaxshisi u narsalarni yiroq turinglar. Ma'qul emasa. Yaxshi, voy tangrim, sizlar bechora Dimoliga yuk taxlarning hammasini ortib qo'ymaydigansizlar. U uchishni amdal o'rgangan tursa. Lekin bularning hammasi lozimliq narsalar. Mening shaxsiy buyumlarim. Biz bu narsalarni azaldan tashlab etmagan. Kechirgin, biroq ba'zi narsalardan voz kechmay bo'lmaydi. Men sen burunlar olgan narsalardan ko'pib ketadigan-ku. Bo'ladi, amsa, cho'qin birimiz yuk taqimizdan voz kechishga to'g'ri kelsa, undaqda sening bo'ying eng egiz Valdirov. Shunga amsa, eng yaxshisi har biringlar birdan elinglar, tez bir qarorga kelinglar. Dimoli, sen oldi bilan meni o'rtaga opirib qo'y. Bu sening bu o'qish mavsumidagi eng oxirgi kuning. Tezli qaytib kelaman. Xo'sh. Xo'sh. To'xtab turing, Frida, to'xtab. Bu narsangizni unutib qolibsiz. Qaranglar. Keyin ko'rishaylik. Bo'ldi, narsalarni tez yig'ishtiraylik, ha? Bu narsani qanday qilamiz? U buni unutib qolibdi, Erik. Buni bilan kimning qari bir yerga qo'yib qo'y. Bug'i qaytib kelganda uning bagin. Men uni ko'rib baqsam bo'lamdi, Valdirov. Menimcha bo'ladi. Baji bu. Uning bilan qaring bo'lmasin. Sizlarda ozroq bo'lsa bu hamkorlik ro'yi degan narsa yo'qmi? Biz bu yerdagi narsani bir taraf qilmasak bo'lmaydi, dexe. Hamkorlik dedimi? When it looks like trouble's winning. When your head just won't stop spinning. When that good old-fashioned know-how don't know how. You can make your dream work If you use some teamwork. and there's no better time than now. Try a little harmony. One for all and all for free. I believe your cup's half empty, not half full. It's a well-known fact That when you form a pact. Instead of being pushed around, you've got some pull. Cooperation, cooperation. It's the topper to the proper operation. Cooperation, cooperation. Congregations, Corporations. every one of my relations. Terrible thought. All confirm what history has shown. When you're together. You are never on your own.
Cooperation. It's the topper to the proper operation. Cooperation. Cooperation. Congregation. Corporations. All right, one of my relations. Still one too many. Both of them what history has shown. When you're together. You are never on your own. For your information, just a small collaboration can display cooperation at its best. Cooperation! Xayrli sahar Ayli. Bugun havo bek yaxshi-kana. Nim bo'ldi? Tam uyg'onib ketadi. Onunğa bak ig'ir zarbi bo'pti. Momam onunğa maxfiy retseptlik o'simlik to'g'risi berib, nayt tez to'xlatdi. Nima degan bechora? O bir kun to'liq uxlavasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa uning cho'mingisi mangu qarib kelmasligi mumkin. Rasma? Yo'q, qor tez erib ketadi. Qayerdan qor laylisini topqilib bo'ladi, izlab boqay deyman. Uning beshi qo'yib qo'ygan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Men bilan birga boramsan. Sen bilan birga Shimoliy qutbni aylanib yurib, qor laylisi degandek narsalarni izlamdim. Mening teqa undan momo yemishlarim bor edi. Bo'pti, amisa u ishlarimni keyin qilaman. Bak yaxshi bo'ldi. Mayli amsa. Yo'q, baji, yo'q, hargiz bo'lmaydi. Hargizmi bo'lmaydi. Bizning bug'imiz buncha bola ig'ir narsalarni ko'tarib ma'maydi. Endi qanday qilamiz? Bu bizning darajadan tashqari qurilish xaritamiz. Buni Mahodoski bilan birga qo'yib qo'ysak bo'ladi. To'g'ri, bundoq bo'lganda oson epmon qilib bo'ladi. Bo'lmaydi. Ish qilib bu narsani epmangsak bo'lmaydi. Voy, inson. U narsaga qalaymaqan chekilma oldirib. Sen nimacha unutqan? Kechirgin Erik. U bug'ga minib zodi qayerga boramiz? Dimoli, Erik. Uning bilan qaringlar bo'lmasin. O'zimizning qayerga borimiz kelsa shu yerga berib, dunyoni aylanib yuramiz. Voy tangri. Masala shu yerdiki, biz hech kimni tonimaymiz. Shundaqmi? Shunga ular bilan birga yashasak bo'lmaydi. Biz ularni qilchimi tushalmaymiz. Qayerga berib turmush kechirsak bo'lar. Hech bo'lmaganda turqdak bilan topsak bo'ladi. Ay tangrim, gigant odamlarning bo'yi egiz, yuragimi cho'ng bo'ladi. Sizlarda azroqmi ekspeditsiya ro'yi degan narsa yo'qmi? Ekspeditsiya? Men bu xatarlik o'yinni o'ylag'im yo'q. Xatarga tavakkul qilib kishini hayajonga soladigan ishlar bilan noma'lum bo'lgan bu dunyoni aylanamiz. Biz eng talaylik zerakchaqlardan bo'lib qolamiz. Jahonni erkin kezib yuramiz, keyin cho'lpon bo'lib ketandik dexe. Meni undaq qilib yo'q, Erik. Buralarda belki ko'p bo'lib ketibdi. Shundaq Erik. Ve qaltiskan sen. Bexatar yerga tushib olding. Nayta xijilman. Men qo'nishni texil o'ginib bo'lolmagan edim. Bir narsani buzib qo'ymaganman. Kechiringlar. Sizlarni bek uzoq saqlatib qo'ydim. Men yana yo'ldan ezib qoldim. Sam, bu o'rtada 2000 dan ortiq uy bor. Ehtiyot qilmasa asalda ezib qoladi ekan. Sen hanim bo'lsa tepkilalabsan Valdirop. Baji, bu yoqqa kelib yuklanib besinglar. O narsaga chiqilma deb sana chiqdim deyman Valdirop. Yana o'ynasang uni ilib olman javob. Kechirgin Erik.
Sana bir şey mi kandı? Ozroq ig'irgani shu. Yana bir sıkıntı. Yo'q, chiqayli. Sizlar nega babaqchi? Alileri, siz yanıla şunlaq chiroyli turibsiz. Sizning qaytib kelganingizdan bek xushal bo'ldik. Biz Quruq gapni qo'y. Sizlar zodi nima qilmoqchi? Shundaq, to'g'ri. Biz bu bug'ni ataydan sizni deb tutgan edik. Hurmatli xonish oliylari. To'g'ri. Biz uning diqqatini chechib o'tib, ustiga yukni tashlab, uni yukning ostiga besib qo'ydik, oliylari. Hedi qiz qani. Qaysi qiz? Heli qiz. Nahayt afsus. U aksi bilan qochib ketdi. Ha, undaqda sizlar tutib olgan bu ahmoq uchalaydi ekanda. Ularga o'zimning kimligini bir ko'rsatib qo'yay. U balkim asqatib qolar. Heliqi dört qiz mening butun planimni vayron qildi. Men uningga ochig'imni keltirsa qanday oqibat kelib chiqadiganligini ko'rsatib qo'ymsam, men uni qig'iniga cho'qim badal to'ltiman. Endi u hayot qolmaydi. Bu nahayt aqlona qaror bo'ldi, oliylari. Yo'q. Hozir bahor keldi. Biz endi janubiy qutbga qaytishimiz kerak. Hozirlamayli. Alileri danadır. Biz xeyli yiroqqa uchamdik, Bir nim bo'lmagansa, boyisini desib olgandeklik qilaman ku. Yo'q, biz ishni bo'lmadik. Bo'pti. O'zimning ozroq ig'irligini bilaman. Men ko'pchilikni qistirvatdim. Shundoq Burun men birisining butun badanini egib kichikkin narsaga aylanib, ondan konserva qutisiga petib ketganini anglagan edim. Rostmi? Rost. O'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mu, lekin rost ekanligiga ishonaman. Bu ahmoqlarning xushal bo'lib ketishganini qara. Rastilla bahor ketdi. Gullar po'raklab ichilgan chitloqlardan, yop-yeshil bo'lib o'sgan o'tloqlardan, chiroyli gullardan qong'ichi huzurlaninglar. Quyosh nuri nima degan illiq, havo nima degan uchuq. Lekin bundoq kunlar uzoqqa bormaydi. Soon they'll see the power in me. Their fate will be my say. Wrapped in ice, a paradise, a pretty price they'll pay. I'll dress the world up in crystal. Oh, what a world to behold. I cannot be defeated. I'm the queen of cold. What a sight, all painted white, sealed up tight and mine. I'll come to call, and snow will fall like shivers down your spine. This time I won't be silenced. I've got a tale to be told. Just in case you've forgotten, I'm the queen of cold. Onu bana be. Bu hakikaten bu Erik'nin işlerini bir taraf kılış usulü. Nima bu? Bo'ladi ekan, bo'ladi ekan. Ha, bu yerda ekansan-da. Men kichik do'stlarimga ozroq sovg'a tayyorlab qo'ydim.
Biz yana ko'rishdik, qadrligim. Menda bir narsa bor, sen cho'qim yoqtirib qolasan. Peppers tez kel! Neymiş oldu? Ha, o Dimol ekan o. Men texi uni qandoq bir taraf qilishni o'ylashib bo'lolmadim. Lekin xotirjam bo'l. Men cho'qim ham qiziqarliq yeng usuldan birdek chiqa olayman. U haqiqatan nomussizkan. Uningda ozroqmi insoniy fazilat yo'qkan. Nemishqa bechora Dimolini bunda qiynaydiganda, Frida o'qigan afson nemash tez kuchini yo'qtidiganda. Endi qanday qilsak bo'ladi? Men na'dim bilay. Cho'qim bir amal tepib, uni qutqizib chiqishimiz kerak. Sen Dimolini uning qo'liga tushib ketishi Yo'q, albatta qarab turmayman, lekin biz nima qila olamiz, ha? Biz hozirla Shimoliy qutbga berib Dimolini qutultiraylik. Nima, yana baramdoq? Shimoliy qutbga rostilla baramsan? Demoqchimanki, uni boshqa joyga olib ketgan bo'lsa, qanday qilasan? Qayerga? Bahorda Shimoliy qutb isib ketadi. O cho'qim biz bilmaydigan bir yerni tepib yoshirib oladi. Shunga biz bag'rimiz bilan Dimolini qutqizib chiqolmaylik qolmasa, o'zimiz halok bo'lib qolamizmi deb ansirayapman. Shu. Peppers, agar 5 minut ichida uning nadaligini biladigan odamni tepib chiqmasang, senga hargiz gap qilmayman. Men sana burunla aytgan, u hargizmi diqqat qilmaydi. O'zingni hech qanday iltifotga yoki minnatdorlikqa erishamaysan. Bu degan mening tajribam. U cho'qim diqqat qiladi. Faqat eg'izidan chiqaramaydi shu. Lekin uning diqqat qiladiganligiga ishonaman. O'zingni undaq aldavermagin, Alps. Sen bütün ömrüngni mush chilak bilan pul surtishga sarf qilib o'tay demsan, tozliq ishtisi bo'lay demsan-ya. Lekin men xonish uchun xizmat qilishni nihoyat ahamiyatli deb qarayman. U hech nima demagan bilan bizning tirishchanligimizdan suyunadi. Sana deb beray. Oldingi yili men shundoq o'ylaydim. Sening o hurmatli xonish oliylaring nima qog'oz kelsa shuni qiladi. Kelar yili Janubiy qutbga berib aram og'ilib olganda seni ishlatmaydi. Oh, Perli. What a lovely life we lead. What more could a penguin need? In fact, I love my work, I do. I believe you're serious. Poor girl, you're delirious. For in fact, our work is never through. Oh, isn't it a shame? I go without pay. Every day's the same. Each day's a new day. What's a girl to do? So much to do here. You haven't got a clue. It's all so clear. Oh, yes. Oh, no. Can't wait. Oh, no. Can't count on sleep. Try counting sheep. We're penguins of the palace, maid of honor. It would be a travesty if we missed Her Majesty. Always be alert, that's my advice. Must we bring the Queen up? It only means more clean up. How much more can you shine up on all of ice? No, that's loyalty. Loyalty to who? To royalty. Ask me back. I relish all. Life is so unfair. That's practical. I'm who resist. Weakness. My dreams come true. My nightmare too. We're penguins of the palace, maids of honor. Bo'g'inlarimga yaxshi qaranglar. Yana bizning mehmonlarimizmi bor? Ularni ep chiqib yaxshi o'rinlashtiringlar. Xo'p, oliylari, hozirli bija keltiramiz. Hozirli bija keltiramiz. Bu yer haqiqatan bek nochor ekan. Qo'rqma, ko'nib ketsan. Ularga yaqinlashmasang, sana hech ish bo'lmaydi. Ular bek vahshiy, hammani yeydi. Bo'libmi, putunga bahas bor. Mening sen do'stingga bunday tanaffusda gap qilmasliging kerak edi. Uning yarisiga tuz sepay demsan ya, erik. Bunday gap qilsang yaxshi bo'lmaydi.
Erik, u degan bizning do'stimiz. Bo'ladi. Men sizlarni buncha bola sezgir bo'lib ketadi deb o'ylamabdi ekanman. Unutib qolmanglar. Sizlar tanishqili faqat 5 minutli bo'ldi. Birdamda do'st bo'lib qoldinglarmi? Balkim xonishning yeniga berib tushuntirishni bekrak xohlaysizlar-ku deyman. Men albatta faqat uni bir yuk to'shig'ichi deb qaramayman. O, Erik, sen do'stingga mo'shundaqmi gap qilamsan? Bak, oshirib uzatasan bo'lmamdi. Bo'ladi. Men ayt xijil. Amaliyotda masala uni do'st qatorida ko'rish ko'maslikda emas, balki bizning boshqa tanlash yo'limizdan bor yo'qligida cho'qim xonishning buyrug'iga bo'ysunishimiz kerak. Parvardigor. Yaxshi. Plan tuzishdan oldida u qizning nadligiga qarab boqay. Cho'qim yoqtirsan, u intayin aqlliq. Nima dedi? Intayin aqlliq deyman. Kishini haqiqatan hayron qoldirdi. Mayli qanday qil savol so'rgan, u hammani biladi. Men kapolat qila olaman. Uning tarix, geografiya yoki o'nkir ko'lash deganlardan bilmaydigani yo'q. Undaqda u Qarxonishning baharda qayerga bordig'ini bilamdi. Men bundan boshqa ishlar qiziqmaydi. Yo'q, balkim biladigan-da. Men shuni demoqchi, agar sen qiyin masalaga yo'liqsang, uni izlab yiqishdan boshqa amal yo'q. U degan bak xaltas bakla. Nima ovoz bu? Shu. U degan branda. When she was still inside the shell, she had a tale to tell, and she could tell it well. The more she grew, the more she knew. And judging by her size, you can see why she's so wise. If you need some information, she's a source of inspiration. And the thought of her not knowing is absurd. So it's only fair to warn you, she'll enlighten and inform you in a word. She's your bird. Just as sure as the sun sets in the east, I know the most, to say the least. I can smooth the savage beast. My rhyming shows when I write prose, and I know the sum in fact of any quotient I subtract. She can lecture on the history of every nationality in languages you've probably never heard. And when it comes to their location, she'll point out your destination in a word. She's your bird. She's the princess of pontification. And man, the word's obliteration. I stand corrected. When it comes to all the scholars in the world, she's preferred in a word. She's your bird. In a word, I'm your bird. In a word, she's your bird. In a word, I'm your bird. She's your bird. Peps, qadrligim, yaxshimi? Sen bilmaysan, atdigandan beri bekli aldirash bo'lib ketdim. Putlarim og'rib, uzilib ketayil deb qoldi. Kishilar uzun o'chirib turib, "Yili uni, yili bunda" so'rab hech holimni qo'ymadi. O'zimning ularning savollariga qanday javob berib bo'laligimni sezmayli qopdiman. Men ularning masalasini hal qila oladigan boshqa birisini topsgan deyman. Ularning ozroq masalasini hal qilish bersammi mayli edi. Bu go'zal xon qiz kim? Sening do'stingmi? U degan ayli, bu branda. Tinchlikmi? Sen meni yo'qlab keldingmi yoki bir ishda maslahat so'rab keldingmi? Sizdan maslahat so'rab kelgan edim. Sizni avart Albatta bo'ladi, qadrligim. Tuzut qilib ketmasangmi bo'ladi. Mayli bo'ladi ekan, men hal bo'lmaydigan ish yo'q. Atdigandan beri bek aldirash bo'lib ketdim. Shu hozir 2 ga 2 ni qo'shsa 5 bo'ladi degandek hisobdan qiyinroq masalalar turib-turimiz bo'lmaydi. 2 ni qo'shsa, to'g'ri, qadrligim 5 bo'ladi. Ras bo'ladi. Qarxonishning baharda qayerga borganligini bilmoqchi edim. Peps bahardek illiq, u shimoliy qutbdan ketadi deydi. Bu bekli oson ish. U albatta janubiy qutbga bordi. Uning janubiy qutbda bir ordisi bor. Yonar tog'ning yinida, u yerning manzarasi bek chiroyli. Siz u yerga boradigan eng yaxshi yo'lni bilamsiz. Yo'q. Sening bag'ing bo'lmasa zo'rlamayman, o'zim beraverman. Cho'qim birsimiz berib Dimolini qutuldirishimiz kerak. Tangrim, u ablah sening do'stingni tutib ketganmidi? U bekli nomussizkan, kishining ochchig'ini keltirdi. Ma'qul, amsi men yo'lga chiqay. Bo'ladi, amisi oq yo'l bo'lsin. Agar sen ashu nas bosgan qorliq tog'da hayotingdan ayrilib qolsang, mening hech qanday gapim yo'q. Men
qaysi tarafdan mangsam u yerga bora olayman? Sen janubga qarab mangsanglı boludu. Tağdan düşüp solga egilip mangsan, onundan keyin eriqni boylap mengib qumluq yetib barganda sharqi janub tarafga qarab mangsan. Andan dengizni ko'rsan, dengizdan o'sang, u yerga yetib borsan. Agar xohlasang men seni opirib qo'yay. Sayohat qilmag'inimg'imi uzun bo'pti. Rostman, siz meni opirib qo'yamsiz? Qanday? Rahmat Miranda. Sening rostili bog'ing yo'qmi? Ha, bo'ldi baray. Men ozroq chetlashibman. O yer yuzidan bevosita ucholmaydi, shunga tog' cho'qqisini tanlagan. Bundaq bo'lsa balkim o'ngayroq bo'lishi mumkin. Hamon qara, sen yana o'sha yerga berishni to'g'ri deb qaramsan. Yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Bu mening eng ulug' asrim. U nima ish qilyotdi erik? Men nim bilay. Ilohim, u yana bir aynak paydo qilmasa bo'ladi. Esinglardimikin, oldin qitimizga nurg'un ovozlik qilib kelgan edi. Bak, qo'rqinish shuncha qilayotgan edi. To'g'ri dedi. Mana ayan, Xonish bizga planini hargiz aytib bermaydi. Men uning vaqti kelganda harakatni boshlaydiganligini bilaman. Seningcha qanday qilsak bo'lar? Meningcha biz yana yaxshi amal tepib taqab o'tiraylik. Yaxshi amal topaylik. Oh, Tangrim. Meni biroz qutuldirsa bo'ladi. Bu qitimqi safar menda cho'qim cho'ng bir o'zgarish paydo qiladi. Bir danishman bo'lib chiqish uchun nurg'un qiyinchiliklarni yengmas bo'lmaydi. Danishman? Bilmaydigan narsasi yo'q odamni danishman deymiz. Shundoq, men bilaman, amaliyotda. Ularning mendan so'rgan savollari nihoyat ko'p. Bekli g'alita. Oddiysi shamol to'g'riliq. Ular shamol qandoq paydo bo'lgan deydi. U qaboq boshlar daraxt yo'pirmoqlarining pulangishib shamol chiqarayotganligini ko'rmaydigan o'xshaydi. Daraxt yo'pirmoqlar shundoq cho'ng pulangishmasa shamol nerdan chiqadi deysizlar. Bu nima degan oddiy savol? O nima degan aqlli? Haqiqatan mu tanoq egizga. Nima? Seningcha bizning qilganimiz to'g'rimi? Men ularga beshinglarni ko'tarib qaranglar dedim. Ko'z qarashi xato ekan. Masalan, u 2 qo'shsa 5 bo'ladi deydi. U bizning ishimizda xatolashib qolmasa bo'ladi. Albatta xatolashib qolmaydi. U qanday xatolashsin, uning mangu to'g'ri. Faqat qo'shishni yaxshi bilib ketmaydi o'sha. Ba'zi ko'z qarashlari o'zigacha. 2 qo'shsa 4 bo'ladi, Pepis. Uning talashqida yeri yo'q. Bo'ladi, sening to'g'ri bo'lsa-mu, lekin boshqa ishlarda uning to'g'ri chiqadi. O, qo'zg'im echib ketdi. Kimda yeydigan narsa bor? Yo'q, qadrligim. Yo'q. Kechirgin, biz birer uy tepib aram ilib olaylik. Ondan atrofga kishilardan yeydigan narsa yetib olsaqmi bo'ladi? Undaqda eng yaxshisi tog' cho'qqisidagi uydan birini topaylik. Bo'lmasa uchishimiz tezki to'xtaydi. Qaranglar, tezki qaranglar. Tez o'ylab chiqinglar, tez o'ylab chiqinglar, tez o'ylab chiqinglar. Sizlar eng yaxshi ijodiy fikrdan birini o'ylab chiqinglar. Bo'lmasa ko'giliginglarni ko'rsizlar. Agar har kuni tuxum poshkili va barangi qalamchisini qilsam, qandaqmi dunyoga donliq muvaffaqiyat qozongan usta oshpaz bo'la olayman. Men degan bir san'atkor, o'zgacha idealik gastronom, yana mo'ni hissiyotga boy. Menga faqat bir ijodiy fikr berib, ozroq yo'l ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlar tezdan amal tepinglar. Ajibo bir asinglarmi bunga yarmaysizlar? U yaramaslar, bir to'p hamoqatlar. Sizlar haqiqatan muqabbahvashgansizlar. Sizlarning menga qilchilik foydanglar tegmadi. Hamda hargizmi ish haqi bermayman. Siz azaldan berib boqmadingiz. Esimda qilishcha siz bizga ish haqi berib boqmadingiz. Qallamdan faqatla o'tmaydi. Sizlarning hang vaqtida qarab turishinglarga qanday chidab kelgandiman. Tez o'ylash, qallamni ishlat. Pepis, qara, bu yerda mehmonsaroy bor ekan. Faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Bo'ldi, yeydigan narsa bormi, berib boqaylik.
Eyli. Mening qo'zg'im oshmidi qadrligim. Nashtada xeyli ko'p qatlim yeyapti ekanman. Men ovu daraxt ostida birdan uxlolay. Sizlar chiqqandan keyin meni chaqiringlar. Ha, bo'ladi. Qo'zg'im ichib o'lay deb qoldim. Endi sen turib ko'rishayli. Qarang, mehmon keldi. Nima? Osh kelansiz qushni davotamsan, ha? Yo'q, uni demadim. Bir qizchaqqa. U kalva daraxt ostida uxlab qopti. Haqiqatan müddet qushgan. Bu degan oz tepiladigan qimmatli tomoq materiali. Ozroq qiyam tayyorlasam yoki sho'rpa qilsammi bo'ladi. Qandoq tam bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim yaxshi tomoq bo'ladi. Ular cho'qim uzoq yo'l yurdi. Nomimiz chiqadigan fursat kelgan o'xshaydi. Endi bu ya mehmonlar bilan to'shib ketadigan bo'ldi. Biroq lodan chiqirdigan bo'ldim. Nimaga azmangni izasan? Tinchlikmi? Xayrli sahar xon qiz. Xayrli sahar. Efendim, qani marhamat. Rahmat, bizga ozroq yeydigan narsa tayyorlab bera olasizmikin? Albatta, xon qiz, albatta. Xizmatinglarga tayyorman. O'tiringlar. Ular cho'qim tomoq tizimligini tuzyapti. Bugun sizlarga alayda tomoq tayyorladim. Bag'lashmanki, bu yerda cho'qim qush yemakligi yo'q. Shundoq bo'lishi mumkin. Cho'qim yo'q. Bundaq oshxonada bo'lishi mumkin emas. Bundaq oshxonalarga berib boqqanmiding? Berib baqmagan bo'lsam-mu, lekin sen anglamaqamiding? Bu degan siz buyurtgan tomoq, bu ish qolgan bil qiyami. Yana bu bir nechta qo'lini bir taraf qilib etamsiz, ha? Qag'ishdak. Ansirma, u sana cho'qim sen yegudak narsa tepib berdi. U qarmoqqa bek mehmon do'stkan. Qiz ko'rib beqing. Sizni bir hayron qoldiray. Bu qo'rimining ismi dumlab pishirilgan yo'g'on tumshuq qushqash qo'rimisi. Hayron qolsiz demaganmidim. Siz qanday usul bilan qo'rishni tanlasangiz bo'ladi. Bu oz tepiladigan menzilli qo'rima. Ozroq yolpiz o'ti va apelsin tamlik oqaroq aralashtirsak bo'ladi. Yana Amerika qit'asining ambroziya o'tida sho'rpa tayyorlasak bo'g'idek. U branda o'xshaydi. U yo'q turdi. Biz darhol bu yerdan ketaylik. U qo'rmalar bilan qarimiz bo'lmasin. Mayli, kesak brandani dumlab yetdi. Gapimni anglab, bu qatim mening gapimni anglab birsini qutqizadigan ashu hayajoningni besog'in. O'ylab baqana, biz ikkimiz o'ncha bola ko'p nimalarga qandoqmi tankilalaymiz. Nima degan qo'rqinchli qarash qilib petinolmayapman. Mening bir amalim bor. Minions! This shall be my finest moment. Bring me a cleaver and a spatula. I will now concoct a culinary creation to stir the imagination with lip-smacking salivation. I can see it all so clear. The pinnacle of my career. The accolades will never cease when I cook my masterpiece. I'll begin with a foul fondue, while I baste the bird in a seasoned goo. Then I'll fry the fat in a vat of grease when I cook my masterpiece. Covered and coated with tenderizer, chewy, soft and juicy, and none the wiser. Something exciting and new that will make your mouth water long after you're through. No need to worry, no need to think twice. You'll sleep permanently on a warm bed of rice. I will be well on my way to being worldly renowned as the grunting gourmet. It's showtime! Let's begin. I think you lose because look, I win. Like my reputation, my size will increase when I cook. My masterpiece. When I cook,